Chilonzor tumanining eng bagati mahallasi, eng qimmat mahallasi desa ham bo'ladi. O'zbek film mahallasiga kelganmiz. 655 sotiqli hovlimizda sotilyapti. 13 ta xonasi bor ekan. Uyimizda ko'rib turganingizdek, ko'chani uglovoy va tartsevoy qismida joylashgan. O'zi bu mahallani ko'pchilik biladi. Eski o'zbek mahallaridan bittasi hisoblanadi. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, yaqinda asfalt qilingan ekan. Atrofda maktab, bog'cha, o'zi ko'pchilik atrofda nima borligini ham bilsa kerak. Uyimizda bo'lsa taxminan 26 metrga 26 metri tashkil qiladi. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizda quruq yeri narxiga sotilyapti. Hozir sizlar bilan hovlimizni ko'ramiz. Uyimizga kirishimiz bilan bu yoqda darvoza xonamizda ko'rib turganingizdek, ikkita 3 ta mashina bemalol sig'adi. Uyimizni buzib tashlab boshqatdan yangi bino yoki ozgincha ta'mirlab yashasanglar ham bo'ladi. Katta oila uchun mo'ljallangan naqd 13 ta xonasi bor. 3 ta oila ham bemalol yashasa bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Yoki bo'lib turib 4 ta yoki 5 ta hovli ham qursa bo'ladi. Yer maydonimizni ko'rib turganingizdek tekis, ortiqcha xarajatlarsiz bemalol bino qursanglar bo'ladi. Mana shu eski binoyimizning o'zidan ham ancha-muncha stroy material chiqadi. O'zbek film mahallasini o'zi bilgan biladi, kimlar turishini ham menimcha bilsangiz kerak. Bu joyimizning hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sotish uchun tayyor qilib qo'yilgan. Bu joyimizning joy egalari har bir sotuvi uchun $95,000 so'rashayotgan ekan. Yana ozgincha kelishadigan joyi bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Bu joyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Bagati mahalladan katta hovli quraman deb yurgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.